Dasturimizda jamoat transporti mavzusi. Xabaringiz bor, Yashil shaharlar loyihasi doirasida Samarqand shahri aholisi va mehmonlarga sifatli jamoat transporti xizmati ko'rsatish maqsadida 100 dona zamonaviy elektroavtobuslar keltirilgan va bugungi kunda ushbu avtobuslar brutto shartnomasi asosida 9 ta yo'nalishda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Yaqindan boshlab esa mazkur ulovlarda yo'lovchilar uchun bepul Wi-Fi o'rnatildi. Xabaringiz borki, Samarqand shahrida jamoat transporti faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadida ekologik toza transport vositasi elektrobuslar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Hozirda ushbu elektrobuslar yo'nalishlar bo'yicha qatnovni amalga oshirib, yo'lovchilarga sifatli xizmat ko'rsatib kelmoqda. Yaqindan boshlab mazkur elektrobuslarda aholiga yanada qulaylik yaratish maqsadida Wi-Fi qurilmalari o'rnatildi. Endilikda yo'lovchilar internet xizmatidan manziliga yetgunga qadar bemalol foydalanishlari mumkin. Yo'lovchilar Wi-Fi kodlarini elektrobuslar salonlaridagi maxsus yorliqlardagi QR kodlari orqali skaner qilish yoki tablolardan ko'rib bilib olishlari mumkin. 100 ta avtobusning barchasida Wi-Fi tizimi qo'yib berilgan, hammasi tekin. Wi-Fi'larda kodlari tepa monitorda chiqadi va shtrix kodlar hammaga qo'yib berilgan. Agar ishlamay qolsa, bizning call centerlarimiz ham ijtimoiy tarmoqlarda yetkazib berilgan. Shularga telefon qilib, muammolarni yechishga harakat qilamiz. Takomillashtirish uchun Wi-Fi tezligini oshirtiramiz. Xalq uchun tezkor va sifatli xizmat ko'rsatish uchun transport vositalariga servis ishlarini yaxshilab chiqmoqdamiz. Darvoqe, ushbu xizmat mutlaqo bepul bo'lib, bu samarqandlik yo'lovchilar uchun nafaqat qulay xizmat, balki transport sohasini raqamlashtirishdagi muhim yangilik hamdir. Hamma sharoitlari bor, Wi-Fi ulanib, kelib, zo'r, komfort. Shuni aytish kerakki, ushbu loyiha ilk marta bundan bir necha oy oldin faqatgina bitta yo'nalishda tatbiq etilib, sinovdan o'tkazilgan bo'lsa, bugun barcha elektrobuslarda internet tarmog'i mavjud. Elektrobuslarni xarid qilish jarayonida ishlab chiqaruvchi kompaniya bilan o'tkazilgan muloqotlarda ushbu masala kun tartibiga kiritilgan edi. Bugun esa tizim to'liq ishga tushirildi. Bu albatta yo'lovchilarga sifatli va yuqori darajada xizmat ko'rsatishga qaratilgani bilan yanada ahamiyatlidir.